Men bir kuni dadam izlab qovoq kirdimda, qovoqqa kirsam, dadam qovoqda aroq ichib o'tiribdi-da. Dadamga shunchalik ochig'im kelib ketdi-da. Qovoqlarda aroq ichib yursang, sen qandoq dada deymaysan. Dadam turib ketib, "To'g'risam sen nima bo'lboqqanga" dedi. Men bir kuni shu bir to'yga qatnashib qoldim-da. Bu to'yda mashkadan boshlar chimpargan otyapti. Shundoq salobatlik turibdi-ku. Men bu qizlarni ajab yaxshi deb o'ylab qolibman-da. Kechlik restoran kirganda chimpargan ip tashib, tansoy beydigan o'ynab chiqib ketib bordi. Men bu qizlarga qarab, bundoq bir she'r chaqchaq to'qidim. 21-asrda bizda Urabsiz o'zlariga chimpar aldab qo'yib itoatingizni o'ynayotgan restoranda tansoy bey. Hozir bizim elge çaşalığı hamsula tol kilg'imda bir taz o'ylashilasa bir qancha aqrab qopdi-da, chash barmi debke tazdan chiqib ketib o'ylardan chiqib nim deysadiz, chash barmi debke taz turib ketib shapkish to'qiliq evitib chash bo'lsa bizim başımızda oppoq turam dedi.